Kim do'kon oladi ijaraga? Ijaraga do'kon beraman. Kim do'kon oladi? Ijaraga do'kon beraman. Kim do'kon oladi? Bechora Ahmad ibn Hanbal necha kundan beri otasining do'koniga ijarachi izlaydi. Balkim do'konni ijaraga oladigan biror kim topib qolar. Nima qildingiz, Abu Sarxon? Uning bu do'kondan boshqa tirikchiligi bo'lmasa. Allohning o'zi madadkor bo'lsin. U va onasining holatiga yuraging achinadi. Abu Tavabu. To'g'ri aytasiz, Abu Sarxon. To'g'ri aytasiz. Uning amakisi Ishoq ibn Hanbal ularga yordam bermoqchi bo'lganini eshitdim. Lekin Ahmadning izzat nafsi hatto amakisidan ham yordam olishga yo'l qo'ymayapti. Uni onasi Safiya Shayboniy shunday izzat nafsli va Allohdan boshqa hech kimdan yordam olmaydigan qilib ulg'aytirgan. Rafiqam